Asosan Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya, Kanadada nishonlanadigan siz bilgan Halloween bayrami haqida qiziqarli ma'lumotlarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Halloweenda odamlar qo'rqinchli yoki kulgili liboslar kiyishgan. Bu an'ana o'lik ruhlardan himoyalanish va ularni qo'rqitish uchun o'ylab topilgan. Halloweenning yana bir mashhur an'analaridan biri qovoqlarni o'yish va ichiga sham solib qo'rqinchli yuz ifodasini yaratish hisoblanadi. Mushuklar ayniqsa Halloweenning eng mashhur hayvonlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa qora mushuk qo'rqinchli va sehrgarlar bilan bog'lanadi. Ba'zi qadimgi xalqlar qora mushukni yomonlik va yovuzlik ruhlarining ramzi deb hisoblashgan. Aynan bu davrda odamlar uylarini noodatiy bo'lgan dekoratsiyalar bilan bezatishadi. Qo'rqinchli qovoq boshlar, mumlar va shunga o'xshash turli xil g'alati bezaklar bilan. Trick or treating bu an'ana bolalar tomonidan amalga oshiriladi. Bolalar begonalarning uylariga borib, qandolat mahsulotlari yoki shirinliklar olishadi. Halloween paytida odamlar qo'rqinchli yoki komik kostyumlar kiyishadi. Jodugarlar, sehrgarlar, vampirlar, qo'rqinchli hayvonlar yoki super qahramonlar shular jumlasidandir. Bayramning asosiy mavzusi ruhlar, qo'rqinchli qahramonlar va o'liklar bilan bog'liq. Halloween haqida yana qanaqa qiziqarli ma'lumotlarni bilasiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Omon bo'ling.